Mana videoning ikkinchi qismini olishga qaror qildim. To'g'ri, bitta ham odam like bosmagan. Lekin baribir ikkinchi qismini olishga qaror qildim. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Aytganimdek hozir 3 ta odam bilan o'layapman. Yana o'sha Xirabrinli Minecraftda Ender Dragongacha, keyin Xirabrinni tushishga harakat qilamiz. Bundan video boshlandi. Mana Xirabrinli videoning ikkinchi qismi. Yana paydo urmaylar. Rasyonmosh bo'ladi bizni. Voy, nima uribdilar? Mana qo'yib tutuldi. Jamgina. Kim bu? Katta xola. Voy, mana u ham. O'ldir. Xolalaring. Men bitta temir topdim, temir. Qochgandan keyin ikkita bor edi, herhalde. Miri ko'tiga tiqdi. Jime. Yerga. Ertalab tushishimni kutib charchab ketdim. Bo'lmasa menda shaxta qidirishga navbat. Yur. Ha. Ikkinchi qismni olamiz. Menda bitta pishirilgan temiri bor, beraymi? Bilmadim. Yo'qotasiz. Namcha Xirabri yana keladi-yu ertalab. Mana shu joyda. Bo'ldi obunachilar, hozirgina obuna bo'lib like bosinglar. Bo'lmasa men bu videoni davom ettirmayman. Mana shunday turadi. Hozir Creeper portlaguncha kanalga obuna bo'ling. 1 2 3. Mana Creeper ham portlab bo'ldi. O'ylashimcha siz obuna bo'ldingiz. Obuna bo'lgan bo'lsangiz katta rahmat. Bo'lmasa videoni men bu qaror turib ketyapti o'zicha. Ukam, jim. Nimasan? Kimdan qochasan? Nimasan? O'zim o'ylabman. Yo'q, men uni ham zo'rman. Nafasim ushlab tura olaman. Ko'rdilar pironi. Oyoqda yana bitta. Anisi akam. Hozirgina shu kam blok qo'lidi, qo'lamayapti. Agar bu videoga 50 ta obunachidan olsa, men horror rejimida shu chalamiz yana video olamiz.
nima qilishga kuchayishim kerak. Mana nima qilayotgan ekan. Ajab bo'ldi. Sizlar mana o'zingizmi mana oldim. Mana siyohrang. Mucha. Bashar. Hozir o'zi keladi. Dabdalam chiqadi. Bo'lmasam ikkinchi qism tugadi.